Assalomu alaykum. O'qishimning bir kuni. Bizda bugun havomiz 18 gradus issiq. O'qishimizda yig'ilish. Bizda birinchi paramiz kelajak soati. Ikkinchi paramiz hamshiralik ishi asoslari, ya'ni amaliyot darsimiz. Uchinchi paramiz ham hamshiralik ishi asoslari, amaliyot. Bizda bugun histologiyada ichaklar mavzusi. Oxirgi paramiz ingliz tili. Darslarimiz tugadi, endi esa uyga. Assalomu alaykum. O'qishimning bir kuni. Bizda bugun havomiz 18 gradus issiq. O'qishimizda yig'ilish. Bizda birinchi paramiz kelajak soati. Ikkinchi paramiz hamshiralik ishi asoslari, ya'ni amaliyot darsimiz. Uchinchi paramiz ham hamshiralik ishi asoslari, amaliyot. Bizda bugun histologiyada ichaklar mavzusi. Oxirgi paramiz ingliz tili. Darslarimiz tugadi, endi esa uyga.